Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Sizlar bilan iltimoslarga binoan ushbu fasonni modellab ko'ramiz. Buning uchun shablon andozani buklovda bichib olamiz. Qirqib olgan shablon andozamizni har ikki tomonida vitichka o'rinlarini belgilab chizib olamiz. Ushbu fasonda ko'krak vitichka yonchoqdan ochilgan. Shuning uchun ko'krak vitichkani yonchoqga ko'chirib olamiz. Agar siz ham shunday fasonlarni modellashga, bichishga qiynalsangiz, menga murojaat qiling. Birgalikda modellab ko'ramiz. Agar asos andozani modellashni mukammal o'rganishni xohlasangiz, asos andoza va modellashtirish kursimda o'qib chiqing. Shablon andozani tayyor qilib olganimizdan so'ng, unga fasonni modellab tushiramiz. Ya'ni old ochiqligi kengroq edi, shuning uchun 1 yoki 2 sm yelkaga qarab chiqamiz hamda zamok o'rni bo'yin omizidan etakka qarab ketgan o'sha zamok o'rnini chizib tushirib olamiz. Men bel vitichkalarini ham shu zamok chiziqqa ko'chirib oldim. 1,5 sm zamokka bel vitichkasini ko'chirib oldim. Ikkinchi kattaroq bo'lakdagi bel vitichkasi o'z o'rnida turadi. Bo'yin omizni modellash uchun ochiqlik barobarida tushib, ikkinchi tomonga qiya yassi chiziqni modellab chizib oldim. Ushbu fasonimizni modellanishi tayyor bo'ldi. Endi uni qirqib, katta andozada bichib olsak bo'ldi. Agar sizga ham tikuvchilik, modellashtirish sirlari qiziq bo'lsa, sahifamda qoling va meni kuzatishda davom eting. Like, kommentlaringiz bilan qo'llab-quvvatlang.